Bel va oyoq og'riqlari bilan akamiz ayollarni olib kelgan edilar bizga. 5 kunlik muolajadan keyin fikrlar bilan bo'lishadilar. Ismim Asror. Men Qashqadaryodan kelganman. Toshkentga mana shu klinikani internet orqali topib keldim. Ayolimni olib kelgandim. Ayolimda grija bor edi. Grijasi umurtqasi qiyshiq bo'lib qolgan ekan. O'shani to'g'riladi bu klinika. Skelet degan klinika ekan. Keyin o'sha bahonada o'zimni ham ko'rsatdim. O'zimda ham og'riqlar bor edi oyog'imda. Oyog'imdagi og'riq grijaniki ekan. Shunga hammaga tavsiya qilaman kelishlaringizni. Qashqadaryoda hammalar kelsin, grija bo'lganlar. Yaxshi klinika ekan, biz foyda topdik. Og'riqlaringiz kamaydimi? Og'riqlar kamaydi. 5 kunlik lecheniya ekan. Narxlar ham bor, unaqa qimmat emas. Dori-darmonsiz davolanar ekansiz. Hech qanaqa ukollar, boshqalar yo'q. Faqat fizioterapiya va lecheniyalar. Muolajalarimiz yoqdimi? Yoqdi. Hammasi o'sha nerv tomirlardan bo'lar ekan, nerv tomirlarni joyiga qo'ysa bo'ldi ekan. U grijadan qo'rqyapti shart emas ekan. Operatsiya qilish shart emas ekan. Faqat tochkalarni topib joyiga qo'ysa bo'ldi ekan. Shifo topganingizdan xursandmiz. Men xursandman, men ham. Ikkinchi kursga kutamiz. Xohlasa endi kelmaylik, yana grija bo'lib qolmaylik, lekin bo'lib qolsak ham mobora shayga kelamiz endi. Xudo xohlasa. Shifo bo'lsin, yaxshi boringlar. Rahmat sizga. Natijalarni eshitdinglar. Sizlarda yoki sizlarning yaqinlaringizda ham shunaqa muammolar bezovta qotgan bo'lsa, skelet klinikasiga kelishinglar mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani unutmaymiz. Videoni yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.